Hazreti Odam bilan Havva onamizning kechirim qilinishi, shaytonning ig'vosi bilan Alloh taolaning amrini ado qilmagan Odam alayhissalom bilan Havva onamiz jannatdan chiqarilib dunyoga tushirilgan. Hazreti Odam farishtalar tarafidan Hindistonning janubidagi Saylan orlig'i, Havva onamiz Qizil dengiz sohilidagi Jiddi shahriga tushirilgan. Buning uchun uzun vaqt bir-biridan ayrim yashagan. Odam alayhissalom bilan Havva onamiz tavba va istig'forni davomlashtirgan. Lekin kechirimga ega bo'lmagan. Oxiri Parvardigorimiz, biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Agar sen bizga mag'firat qilmasang, bizga rahim qilmasang, biz cho'qim ziyon tortquchilardan bo'lamiz, deb duo qilgan. Boshqa rivoyatlarda koinotning tarbiyachisi Muhammad alayhissalom bilan munosabat bog'lagan. Natijada payg'ambar alayhissalomning ruhoniyatiga sig'inib, uning barakati bilan ilohiy mag'firatga erishgan. Hadis sharifda bu voqea mundaq bayon qilinadi. Odam alayhissalom jannatdan chiqarilishiga sabab bo'lg'ach, xatolik o'tkazgandan keyin xatoligini tunib, Rabbim, Muhammadning haqqi uchun meni mag'firat qilishingni tilayman, degan. Alloh taolo, Odam, teg'i men yaratmagan Muhammadni sen qayerdan bilding? degan. Odam alayhissalom, Rabbim, sen meni yaratib, menga ruhdan ushlagan chig'ingda beshimni ko'tardim. Arishning to'riklari ustida la ilaha illalloh Muhammadin Rasululloh so'zining yezilganligini ko'rdim. Bildimki, sen zotingning ismiga faqat mahluqotlarning eng suyumligini qo'shimcha qilasan, degan. Buning ustiga Alloh taolo, to'g'ri so'zlading, Odam. U mening uchun mahluqotning suyumligidir. Uning haq uchun menga duo qil. Men seni kechirdim. Agar Muhammad bo'lmagan bo'lsa edi, seni yaratmaydim, degan. Odam alayhissalom Muhammad alayhissalomning Alloh taolaning dargohidagi qadr-qimmatini aslab, Alloh taoladan uning hurmati uchun mag'firat qilinishni talab qilgan. Bu talab qabul qilinib, Alloh taolo uningga Makka tarafga yo'l ko'rsatish uchun bir farishtani mas'ul qilgan. Bu duoning barakati bilan jiddida yashayotgan Havva onamizmi boshqa bir farishta rahbarligida Odam alayhissalomga qarab yo'lga chiqarilib, Zulhajjining 9-i Arafa kuni asr vaqti Arafatda uchrashgan va ko'z yoshlari ichida Rabbiga istig'for etishgan. Hazreti Odam bilan Hazreti Havvoning bir-biriga bo'lgan bu sig'inishi va sevgi muhabbat Havvoning farqli bir jinsdan emas, balki Hazreti Odamdan yoritilganligining natijasidir. Ihson va karimi cheksiz bo'lgan Alloh taolo ularning duolarini qabul qilganidek, ularning nasldan bo'lib qiyomatgacha har yil o'xshash kun, o'xshash soatda Arafatga kelib tavba qilib, mag'firat talab qilganlarning mag'firat qilindiganlik xush xabarini bergan. Hojilarning Arafat kuni Arafatda turishining hikmati buningdan iborat. Yer yuzidagi tunji jinoyat. Bu uchrashishdan keyin Odam alayhissalom bilan Havva onamiz Allohning amri bilan bugungi Makka shahriga makonlashgan. Buning uchun Makka shahrining yana bir ismi Ummul Qura, shaharlarning onasi deganlikdir. Bu yerda insonlar ko'payishga boshlagan. Bundaq tezlik bilan ko'payishning hikmati Havva onamizning bir qo'saqda birdan ko'p bola tug'ishi sababidandir. Bir qo'saqdan tug'ilgan buvoqlar bir tuqqan bo'lib, bir-biri bilan nikohlanishi harom edi. Lekin boshqa bir qo'saqdan tug'ilganlar bir-biri bilan nikohlanadi. Qobil birli vaqtda va bir qo'saqdan tug'ilgan qiz bir tuqqani bilan nikohlanishni orzu qilgan. Habil bo'lsa buning shariatga uyg'un emasligini, boshqa vaqtda tug'ilgan qarindoshlaridan biri bilan nikohlanishni xotirlatgan. Qobil bu ogohlantirishga parvo qilmay o'z fikrida ching turgan. Buning ustiga
Hobil qaysining fikrining to'g'ri ekanligini isbotlash uchun Allohga birdan qurbonlik qilish taklif qilingan. U zamonda qurbonlik kishi nima ish bilan shug'ullansa, qo'lda bo'lgan moldan beratdi. Qurbonlik uchun berilgan bu mollar bir tog' ustiga qo'yilib, bir muddatdan keyin qaralganida osmondan tushgan bir o't tarafidan kuyib yo'qolgan bo'lsa, qurbonlik Alloh taolo tarafidan qabul qilingan bo'ladi. Hobilning qo'ylari bor edi. Qurbonlik uchun ularning ichidan eng semiz va eng chiroyli bir qo'chqarni tanladi. Qobil bo'lsa ziroat bilan shug'ullanadi. U qurbonlik uchun nachar bo'lgan bug'doydan bir bog'lamni tanladi. Hobil va Qobil bir muddatdan keyin qo'yib qo'ygan qurbonligini ko'rish uchun mollarining yoniga bordi. Hobilning qurbonlik qilgan qo'shqiri qabul qilinib, Qobilning qurbonlik qilgan nachar bug'diyi shu peti o'rinda turadi. Qobil buningdan qattiq g'azablandi. Qur'on bayon qilganidek o'z qarindishi Hobilni o'ldirdi. Ey Muhammad, ularga, ya'ni ahli kitobga va qavminga odamning ikki o'g'li, ya'ni Hobil bilan Qobilning hikoyasini rostlik bilan o'qib bergin. O'z vaqtida ular, ya'ni Hobil bilan Qobil ikkalan qurbonlik qilgan edi. Birsi, ya'ni Hobilning qabul qilindi. Yana birsi, ya'ni Qobilning qabul qilinmadi. Qobil Hobilga, "Men seni cho'qim o'ldiraman" dedi. Hobil nimishqa dedi? Qobil, "Alloh sening qurbonligingni qabul qilib, meninkini qabul qilmadi" dedi. Hobil aytdi, "Alloh faqat taqvodorlarning qurbonligini qabul qiladi. Agar sen meni o'ldirishga qo'lingni so'zadigan bo'lsang, men seni o'ldirishga qo'limni so'zmayman. Men haqiqatan olamlarning parvardigori Allohdan qo'rqaman. Men haqiqatan sen bilan bo'lgan gunohni, ya'ni meni o'ldirganlik gunohingni va sening ilgiriki gunohingni, ya'ni otang odamning amriga osiylik qilganlik gunohingni ustunga ilib, ahli do'zaxlardan bo'lishinglarni tilayman. Kishilarga zulm qilguvchilarning jazosi shudur." U, ya'ni Qobilning nafsi uningga qarindishini, ya'ni Hobilni o'ldirishni chiroyli ko'rsatdi. Uning bilan uni o'ldirib, dunyo va oxiratda ziyon tortquchlardan bo'ldi. Alloh uningga qarindishining jasadini qandoq ko'mishni ko'rsatish uchun bir qog'a avatdi. U tumshqi va ikki puti bilan yerni qo'lidi. U buni ko'rib, "Voy, men qarindishimning jasadini ko'mishda mushu qog'ichilik bo'lishdan ojiz keldimmi?" dedi. Shuning bilan u nadomat qilguvchilardan bo'ldi. Bu qissada vahiyning nuri bilan oydinlangan bir aql bilan nafsning hokimiyatidan qutulolmay, buningdan mahrum qolgan aql bir-biri bilan selishtirilib, ularning yo'l ochgan natijalarining jonliq misoli ko'rsatilmoqda. Aqlning vahiy ichida qimmati bor. Vahiyning xizmatida bo'lgan va uni rahbar qabul qilgan bir aql hikmatlarga voqif bo'ladi. Vahiyning yo'l ko'rsatishidan mahrum bo'lgan aql bo'lsa, insonni nafsining ofatlaridan muhofazat qilolmaydi. Aql har turli g'oya uchun qo'lni oladigan o'tkir bir pichoq o'xshashdir. Xohlagan kishi uning bilan non to'g'raydi. Xohlagan kishi uning bilan jinoyat o'tkazadi. Shuningdek, Qobilning aqli vahiyga qarshi chiqqanlik uchun o'zini ozg'inlikka ko'tarib, oqibatini vayron qilgan. Taqvo va samimiyatdan mahrum qolgan kishilarda aql ham o'zlari hamda boshqalarga qarata u kishining zulmini ko'paytirdi. Qobil hikoyasida bo'lganligiga o'xshash, o'z qarindishini o'ldira oladigan holga keladi. Aql nimati vahiyning ko'rsatmasi bilan qo'llanilib, Qobilga nasihat qilgan Hobil bo'lsa, samimiy bir qul bo'lganligi uchun Alloh qo'rqisi bilan harakat qilgan. Qizg'anchiqlik va hasadxo'rlik kasaliga giribtor bo'lganlar o'zidagi ne'matni ko'rmay, doim boshqalarning qo'lidagi ne'matlarga ko'z tikadi. Nafsning yomon sifatlaridan bo'lgan qizg'anchiqlik va hasad kimning ustida hokimiyat qursa,
Onunğa hər türlük yamanlıqni qıldırdı. Hatta bu kişi qerindişini öldürüşdən yanmaydı. Hasad və qızğançıq kişilər ilahi taqdirga razı bolmaydı. Bunun nəticəsində xalq alam arasında şərməndə olub vicdan azabıga duçar boludu. Ular oxiratdamı ichinishliq oqibatga qoladi. Bu kasallikning chorasi yana nafsni pok tutib, nafsning amrlaridan qutulib, nafsga buyun egmasdan amin bir nafsga yetish. Bu orqali Allohning berginiga rozi bo'lishdir. Qobil bilan Hobilning shaxsiyatida farishta bilan shayton orasidagi zidlikni asıltadigan bir qutublashish bor. Qobil shaytonga o'xshash o'zidagi nuqsonlikni boshqalardan izlagan bo'lsa, Hobil bir farishtadek muomala qilib, nafsoniy andishalarda bo'lmay, faqat Alloh qo'rqisi bilan harakat qilgan. Ya'ni ulardan biri shaytonga o'xshash xatoligida ching turgan bo'lsa, yana biri Allohga tayangan. Qur'on Karim bir insonning nahaq o'ldirilishining intayin og'ir jinoyat ekanligini va bir insonni o'limdan qutuldirishning nihoyat cho'ng savob ekanligini mundoq bayon qiladi. Shu, ya'ni Qobilning Hobilni nahaq o'ldirganligi sababidan Tavratda İsrail avlodiga hukm qildiki, kimki nahaq odam o'ldirmagan yoki yer yuzida buzg'unchilik qilmagan bir odamni o'ldirsa, u butun insonlarni o'ldirgandek bo'ladi. Kimki bir odamni tirildirsa, ya'ni qutqazsa yoki hayot qilishiga sababchi bo'lsa, u butun insonlarni tirildirgandek bo'ladi. Payg'ambarlarimiz Bani Isroilga rasla shonliq mo'jizlarni ilib keldi. Shuningdan keyin ularning, ya'ni Isroil avlodining to'lisi kufrda, odam o'ldirishda ziminda haddidan oshiqchilardan bo'ldi. İnsanlıq tarixida tunji qitim maydonga kelgan odam o'ldirish va bir tuqqanining qanini to'kish voqeasi haqida Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Zulm qilinib o'ldirilgan har insonning qanining gunohida odamning tunji o'g'lining nasibasi bor. Chunki u inson o'ldirishning yo'lini tunji ochgan kishidir. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: İslamda yaxshi bir yo'l ochgan kishiga buning savobi bor. U chig'irda manganlarning savobidanmi uning nasibasi bor. Faqat ularning savobidan hech bir narsa kamaytilmaydi. Kimki islomda yomon bir chig'ir ochgan bo'lsa, u kishiga gunoh bor bo'lib, u chig'irdan manganlarning gunohlaridanmi nasibasini oladi. Faqat ularning gunohlaridanmi hech bir narsa kamaytilmaydi. Bu hadis sharif shuni ko'rsatadiki, kimki bir yaxshilikqa da'vat qilsa, o'zidan keyin davomlashtirilgan u yaxshilikdan, kimki bir yomonlikqa sabab bo'lsa, uningdan keyin davomlashtirilgan bu yomonlikdan nasibasini oladi. İmam G'azalining Ihyo nomli kitobida mundoq go'zal bir so'z bor. O'lgan va o'zi bilan birlikda gunohlarini o'lgan kishi nima degan baxtlik. O'lgan bo'lsa-mu, gunohlari bir qancha 100 yil davomlashgan baxtsiz kishilarning jiniga voy. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Kelgusida shundoq bir fitnlar o'tirg'i chiqdiki, u zaman o'ltirgan kishi o'r turgan kishidan, o'r turgan kishi yurgan kishidan, yurgan kishi yugurgan kishidan yaxshidir. Said ibn Vaqqas radhiyallohu anhu: Rasululloh, odam uyimga kirib o'ldirish uchun qo'lini menga uzatsa, qanday qilaman? Deganda Payg'ambar alayhissalom: Odamning o'g'li Hobilga o'xshash bo'l degan. Islom 5 narsani qo'g'dashga buyurilgan. Bular jon, aql, din, nafs va moldan iborat. İnson bularga qarshi qilingan tajovuz oldida kurash qilish kerak. Bu kurashni dinimizning ko'rsatgan yo'li bo'yicha qilish kerak. Shuningga diqqat qilish kerakki, zolim yoki mazlum ahvolga tushib qoladigan ahvolda Payg'ambar alayhissalomning tavsiyasi bo'yicha zolim bo'lish emas, balki mazlum bo'lishni tanlash kerak. Hobil o'ldirilgandan keyin Alloh taolo Odam va Havvoga
Shit alayhissalomni bergan. Shit kalima jihatdan Allohning hadiyasi, hadiya qilgan narsa degan ma'noda. Shit alayhissalom Qur'on Karimda ismi zikr qilinmagan payg'ambarlardan bir bo'lib, uningga 50 sahifa nozil qilingan. Odam alayhissalom vafot bo'lishdan burun Shit alayhissalomni yiniga chaqirib, uningga kecha kunduz soatlarini, u soatlarda qilinadigan ibodatlarni va tufon vaqasining bo'ldiganligidan xabar bergan. Odam alayhissalom juma kuni vafot bo'lgan. Farishtalar kelib, yuyib, kepanlab dafn qilgan. 1000 yil yoki 930 yil yashaganlik rivoyati bor. Odam alayhissalom qissasidan ilingan ibratlar. Birinchi, insonni davomliq yomonlikqa tashviq qilgan va ochiq dushmani bo'lgan shaytonning hiyli mikriga qarshi intayin diqqat qilish va uyg'oq bo'lish kerak. Ikkinchi, insonni abadiy ziyon tortqizadigan hasadxo'rlik, aldirong'ulikqa o'xshash yomon illatlardan qutulish uchun nafsning sofligi va qalbning pokligiga ahamiyat berish kerak. Uchinchi, bir gunoh qilganda Odam alayhissalomga o'xshash darhol tavba qilish kerak. To'rtinchi, hech bir xatoligimiz bo'lmasa-mu, Allohning ne'matlari uchun loyiqida shukr qilmaganligimiz uchun bu ojizligimizni e'tirof qilib istig'for etishimiz kerak. 5. Odam alayhissalom bilan Havvo onamizning cheklangan meva daraxiga yaqinlashganligidan chiqqan natijaga asosan insonlarning gunoh qilgandan keyin yo'qolgan ruhoniyati ularning istig'for etishi bilan qaytirib beriladi. 6. Hazrati Odamga o'xshash duolarimizni doim payg'ambar alayhissalom bilan boshlash. Osonlik va qiyinchilikda har zaman uni tilimiz va qalbimizdan chiqarmasligimiz kerak. 7. Hobilga o'xshash ruhiy sultoniyani nafsoniy hayotga hokim qilib, ahsaniy taqvim siriga yetishtirirish kerak. 8. Yaxshilikqa vasila bo'lganlarning o'zidan keyin kelib, o'xshash yaxshilikni qila olganlarning ajridan nasiba oldiganligi. Buning aksicha yomonlikqa vasila bo'lganlarning mu o'zidan keyin kelib, o'xshash yomonlikni qilganlarning yomonligidan bir nasibasining bo'ldiganligidan ibrat. Bu haqiqatni hech bir zaman aqlimizdan chiqarmasligimiz kerak. Chunki Hobil yaxshilikda, Qobil yomonlikda bir yo'l ochgan. 9. Inson hurmatli yaratilganligi uchun uning maxluqotlarining eng ustuni ekanligi bildirilgan. Xulosalaganda, Hazrati Odam tunji bo'lib jannat va dunyo hayotini yashagan. Tunji badanini yapgan. Tunji bo'lib nomus qilgan. Tunji bo'lib xatolik o'tkazgan. Tunji bo'lib tavba qilgan. Tunji bo'lib payg'ambar bo'lgan. Tunji bo'lib tavhid ko'rish qilgan. Tunji bo'lib avlod ochchig'i tetigan. Tunji bo'lib salomlashgan. Tunji bo'lib tuproqda ishlagan. Uninga 10 sahifa nozil bo'lgan. Xulos qilganda u tunji inson edi. Odam alayhissalom uningga salom bo'lsin.